Siz mengüyüş texnikasi şaxtib setish tashkilotida paydo bo'ladi. Bizdan nihoyat yiroqda deb qaramsiz. Lekin ko'pchiligi shuni aytib qo'yadiki, mengüyüş texnikasi biz bilan nihoyat yaqin. U turmushimizning har qaysi taraflarida keng mavjud. Uning ustiga siz har vaqt mengsi yulayotgan ahvolda bo'lishingiz mumkin. U chaqda siz qanday hissiyatda bo'lasiz? Mazmunni boshlashdan burun bu mazmunni texnik ko'p odam ko'ra olishi uchun yulduz belgisini besib qo'ying. Turmushda mengüyüş texnikasi hamma yerda mavjud. Masalan, xizmat, tarbiyalash, savdodan ilgari surish, vositalik foyda olish, yana yashanganlar sog'lomlik buyumlarini setish qatorliqlar. Bu ijtimoiy faoliyatlarning hammasida mengüyüş texnikasining simosi bor. Biz har vaqt har joyda mengüyüş yunurining ta'siriga uchrab turamiz. Albatta bu kengmandagi mengüyüş texnikasi. Tormandagi mengüyüş texnikasi bo'lsa, odatda shaxs va jamiyatga zo'r salbiy ta'sir paydo qiladigan ozdirish qilmishni ko'rsatadi. Masalan, shaxtib setish va asabiy ideya. Mengüyüş texnikasining mavjud bo'lish kategoriyasini kirgizgandan keyin jinoyatchi unsurlar asosida tuvandagi bir qancha xil usul orqali kishilarning ideyasini kontrol qilib, o'zining maqsadiga yetmoqchi bo'ladi. Birinchi, tafakkur jihatdan behush qilish. Ya'ni bir butunlay yopiq muhitda kishilarga qarmoqqa to'g'ri, lekin inchiki tafakkur qilganda cho'qim eg'ish mavjud bo'lgan ideyani singdiradi. Ular tashqi dunyo bilan ozroqmi aloqa qila olmaydi. Shunga vaqtida urutgan do'st birodarlar tarafidan ideya jihatda to'g'rilash elib berilmaydi. Vaqt uzargan sari ayrıtılgıçının ideyasi muqarrar holda eg'ib ketadi. Amaliyotda bu da shaxtib setish tashkilotining dunyodan ayrilib turishidagi sabablardan biri. Ikkinchi, kam uchraydigan sizim paydo qilish. Bir narsaning qimmatini soxta ko'tarishda uni qimmatlik va olchiraydigan deb ko'p turib, kishilarga fursatni qo'ldan berib qo'ysa, osonlikcha erishgili bo'lmaydiganligini his qildiradi. Masalan, bozorda yaqinda keng tarqalgan bir xil xato bo'lgan setish andisisi, ya'ni yashanganlarni oldi bir xil qimmatli choy setib, zo'r foydaga erishish. Holbuki atalmish qimmatli choy setib olg'uvchilar o'zining azaldan buni o'z ko'zi bilan ko'rib boqmaganligini, avatilgan choyning faqat nomi noma'lum bo'lgan odatdagi mahsulotlardan ekanligini bildirgan. Uchinchi, atrofliq soxta logika. Bevosita misol keltiraylik. Ma'lum bir katta arbobning muvaffaqiyat qozonishidagi sababi dastlabda bir qism alohida paychekini setib olgan yoki ma'lum bir jihatga kasbga mablag' solgandan keyin topgan puli nihoyat ko'p bo'lib, chiroydan nur yig'ib ketgan. Oldamchilar sizga dal mushkil ideyani ko'plab singdirish orqali sizni chempioningizga rozi bo'lib, ularning ko'rsatmasi bo'yicha ish qilib, oxirida zo'r miqdordagi pul molni ziyonga uchratadi. To'rtinchi, vahima paydo qilish. Yana bevosita misol olaylik. Bir do'stingiz ma'lum yusin tuzash do'konida haqsiz terisini qilib borgan. Natijada u nurg'un pul xarjlab bir muncha teri asash buyumlarini sotib olgan. Buning sababi yusin tuzash ustisi uningga tekshirish natijasining nihoyat nachar ekanligini, agar vaqtida davolanmasa va asrimasa chiroyi buzilib ketishi mumkin ekanligini aytgan. Natijada do'stingizning qo'rqqandan chiroyi tatirib ketib, darhol pul qopchiqini chiqarib sotib olgan. 5. Rollashtirish. 1971-yili Stanford universiteti bir maydon qo'rqinchli turma tajribasi ishlagan. 24 nafar oliy maktab o'quvchisi fidoyi bo'lish bilan ixtiyoriy holda ikki guruhga ayrilgan. Bir guruhga turma soqchisi bo'lgan, yana bir guruhga jinoyatchi bo'lgan. Jinoyatchilar nihoyat tezda turma soqchilarining xo'rlashiga uchragan. Masalan, urib tillash, mayna tomoqlarni yugizish, uxlashga yo'l qo'ymaslik qatorliqlar. Turma soqchilari tajribaning o'zlariga bergan huquqidan bahramand bo'lish bilan birga, jinoyatchilarmo tajriba jarayonida bora-bora o'zini yo'qotib, o'zini butunlay haqiqiy bir jinoyatchi deb qarab, turma soqchilaridan o'tinib ularni iltifot qilishni orzu qilgan. 6. Harakat va'dasi. O'zining harakatini o'zgartirish tez, ammo o'zining pozitsiyasini o'zgartirish nihoyat oson. Albatta, mengüyüş texnikasining yana nurg'un usullari bor. Sanab tugatgili bo'lmaydi. Shunga biz odatdagi turmushda inchiki farqlantirishimiz kerak. Albatta, ko'pchilik o'zaro fikr almashtirish usuli orqali o'zaro tajriba va mahorat o'rganib, oldini qilishning oldini olsanglar bo'ladi. Sinchiq salonning bo'san mazmuni mushaqa yaqashdi. Agar sinchiq salonning mazmunlarini yoqtirsangiz, ham sinchiq salonning taraqqiyotini qo'llasangiz, bu mazmunni texnik ko'p odam ko'ra olishi uchun yulduz belgisini besib qo'ying. Dunyodagi ajoyib g'aroyibotlar. Siz tug'ilishdan burungi dunyo tarixi. Siz bilmoqchi bo'lgan sirlarning jamgohi. Sinchiq saloni. Hurmatli ko'rurman. Agar dunyodagi ajoyib g'aroyib echilmagan sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, undaqda siz Sinchiq salonini qo'shib oling va do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Salon izlash nomi Sinchiq.